Hürmetli kitap anlaş grupsidagi do'stlar, Ulug'bek hazinesi 2. kısım 3. mavzuni o'qiymiz. Shahzoda Abdulatif yerin kechidan oshqicha toki Mirza Ulug'bekning orqasidan ketgan Amir Sulton Jandar kutgan xabarni elib kelguncha kirpik qoqmadi. Xabar yetkazilgandan keyin go'yo miyurisidagi tog' ag'dirilgandek rohatlandi va o'zini Amir Temurning oltin kursisiga tashladi-da uxlab qoldi. U qanchalik uxladi bunisi noma'lum. Ishqilib bir chog'da xuddi birisi qishig'i kelib nuqgandek cho'chib uyg'ondi. Turistki naqshli qandilga tizilgan shamlar nima uchundir o'chib qolgan bo'lib, faqat eshik ustidagi tekchada bir tal sham pilildab turadi. Onun g'uva sho'lisi paganila yuritadi. Yo'g'on uyning qolgan qismi xiraydi. Shahzodaning yuragi gupildab silib, o'rnidan asta turdi. Onunga o'rdidek keng, cho'ng uyning qorong'u bulonlarida retlik qo'yilgan oltin kursilarning tagida va to'rga silgan cho'ng pardaning orqasida kimlardir yushrinib olgandek, uningdan ko'z uzmay harakatini kuzatayotgandek tuyuldi. Ya Xudovandi Karim, o'z panoyingda saqlag'aysan. Shahzoda uyda hukm surayotgan mudhish jimjitlikqa quloq solib, tirnoqlarigacha titrak besib birdam turgandan keyin go'yo buning puchqoqlardagi soyalarni cho'chitib etishdan qo'rqqandek putining uchida minib, takchilardagi shamlarni yoqdi. Qorong'u uy yurib, hal berilgan nozik bezaklar go'yo jon kirgandek chaqnab ketdi. Shahzodaning tini bo'shishib, o'zini yana oltin kursiga tashladi-da, beshini qo'llari orasiga oldi. O nima bo'ldi? Nima uchun uning yuragi tuzoqqa tushgan qushningidek pukuldaydi? Nima uchun qalbini bu mudhish vahima qoplab oladi? O nimadan qo'rqadi? Alhol, barcha xayim xatarga chek qo'yilmadimi? Endilikda bütün Mavara-ün Nehriga hakimi mutlaq bo'lmadimi? Xalloqi olam uningga saxovat qilib, uni baxt saodatga erishtirmadimi? Ya Amir Sulton Jandar keltirgan shum xabar uni qo'rqitib etdimi? Yo'q. U kun bo'yi to'rt ko'zi bilan Amir Sulton Jandarning yo'liga qaradi. Her qitim eshik taqildab, bu sovuqda baliqliq sarayvan ko'ringanda yuragi suv bo'lib o'rnidan turib ketadi. Uningdan Amir Jandar degan so'zni kutadi. Boshqa birov qadam tashrif qilganligini anglaganida royi qochib, o'rnida o'ltirib qoladi. Nihoyat yarim kechadan oshganda eshik to'satdan biroqla ochilib, Amir Sulton Jandar kirib keldi. Mürisiga qora xurjun artib olgan Amir aysimon egri qilichini eshikka sharaqlatib tekkizib, dadillik bilan kirib keldi-da, pagoda yukinib sajda qildi. Shahzoda o'pkisi og'ziga tiqilgandek bo'lib, lavlarini zo'rg'a qimirlatdi. So'zla. Qaddi qomati kelishgan Amir Sulton Jandar yo'g'on gavdasini ruslab, olqinining qiri bilan kekirtikini hari dedi va beshini tinidan judo qildik, dedi. Shahzodaning a'zoyi bedeni sovuq terga cho'milib, qani deb pichirladi. Amir Jandar miyurisidagi xurjunni gursisida yerga tashladi-da, uni ahtirishga boshladi. Shahzoda shirkinib keyniga dojig'ach, yo'q, ko'rsatma degan ma'noda qo'l silkidi. Amir Jandar g'alati bir kulimsirab xurjunning og'zini yopqach,
qayerga debni qilamiz deb so'radi. Shahzoda bu shum xabarni shuncha taqatsizlik bilan kutgan bo'lsa-mu, nima uchundir debni to'g'risida o'ylanmagan edi. Shunga nima deyishni bilmay tili lol bo'lib qoldi. "G'or amirgimi?" dedi Amirjandar shivirlab. Shahzoda yana sarozim ichida bosh chayqadi. Yo'q, asla. Belli sizga davlat panoh, dedi Amirjandar. Muhammad diniga qilich ko'targan bu dajjalni Fatihi Muzaffar qabristonligiga dafn qilsak, gunohi azimga qolurmiz. Uni dinsizlar uvusi bo'lgan o'z madrasasiga qo'ymak kerak. Shahzoda seskinib qo'l silkidi. Bas, nimani qilsang tezroq bo'l. Lekin biror inson bilib qolmasin. Amirjandar ko'zini qisdi. "Tugi ko'rdingmi yo'q?" degandek ish qilamiz-da, ulug' shohim. Amir g'alati hijoyg'inicha chiqib ketdi. Shahzoda bo'lsa ustidagi tog'ni og'dirib o'tgandek bo'lib, o'zini oltin taxtga tashladi. Xudoga shukr, mana endi. To'satdan qibla tarafdagi tomga tortilgan ipak parda orqasida bir nima midirlagandek bo'ldi. Shahzoda darhol burilib qaradi. Parda rostilla midirlaydi. Shahzodaning ko'zlari aloq-jaloq bo'lib, jon ochiqida qilichini qinidan sug'urib oldi-da, bir sakrab to'rga o'tib, parda midirlayotgan joyni qo'lashlab chopdi. Maxfiy eshikning qulubiga tekkan qilich o't chaqnatib taranglab ketdi. Parda kesilgan joyda qo'yma po'lat eshik ko'rindi-yu, hech kim yo'q edi. Shahzoda peshonasidagi chiliq-chiliq sovuq terni surtib tashlab, o'zini yana taxtga otdi. Ajaba, o nima bo'ldi? Nima uchun tashvishlandi? Muhtaram ata deyilgan insofsiz shoh qatl qilinsa, shahzodaga nima gunoh? Onu qatl qilgan o'z raqibi Said Abbos emasmi? Kim uni islom diniga qarshi turib, barcha ulamo oqsoqollar, saidlar va barcha musulmonlarni haqoratlar debdi? Parvardigor olamning qahridan qo'rqmay, Arshi a'lo deb atalgan koinot sirlarini eshishga niyat qilganlikdan o'z jazosini yedi. Demisimi? Shahzoda uningdan qiblagoh atalgan bu mehri yo'q takabbur shohdan nima yaxshilik, nima xayri haqlik ko'rganlik uchun uningga kuyindi. Ati turib biror qitim bag'riga besib qo'ymadi. O'g'lim deb beshini silimidi. O barliq mehr muhabbatini, barliq shirin so'zini aziz farzandi Shahzoda Abdulazizga baxsh etdi. Uni so'ydi, bag'riga bosdi. Abdulatifni bo'lsa shafqatsiz, bag'ri tosh mumisi Guharshod begimning tarbiyasiga topshirdi. Go'zal, lekin sovuq chiroy. Nepiz lavlariga tabassum qilmaydigan bu zolim xotin uni nima uchundir kichkidilla yomon ko'rib qolgan edi. Guharshod begim barliq nevralari orasida yolg'iz Mirza Boysun Qarning e'tiborli farzandi. Xon semiz Alauddin davlani yaxshi ko'radi. Faqat uni erkilatadi va o'ziga sirdosh tutadi. Abdulatif bo'lsa, bobisi Shahruh Mirzaning hashamatlik sarayida tirik yetim bo'lib, g'am qayg'u ichida o'sdi. Balaliq chaqirligu mayli, yigit bo'lib qolgandimi, bu atidan na inoyat, na yaxshilik ko'rmadi. Muhtaram ata hisoblangan bu zot uni hamisha kamsitib, hamisha xo'rlab, suyimlik o'g'li
Abdülaziz'ni ulug'lashga harakat qildi. Agar undaq bo'lmaganda, Abdulatifning Tarnab urushida ko'rsatgan fidokorligini, uning Alovud davli ustidan qozongan g'alabasini, Abdulazizning g'albisi degan fatvoni chiqararmidi? Mabodo shu chog'da Tarnab edirlarida Mirza Abdulatif o'z lashkarlari bilan cho'qon so'ran ko'tarib kelib, otasiga yordam qo'lini sunmagan bo'lsa, uning oqibati qandoq bo'ladi? Buningga mayli. Alovud davlatini tarmor qilib, Hirotni ishg'ol qilganda yana nima qildi? Abdulatifning ixtiyoriddin qal'asiga yushirib qo'ygan tilla va javohirlarni tortib olmadimi? Xazinaga oltin kerak degan bahona bilan uning hamma boyligini, buvisi Shohruh Mirza in'om qilgan qimmat baholiq narsa keraklarini, barliq zibo zinnat buyumlarini, Amir Temurning qolgan oltin ma'budlarini tortib olib, Samarqandga mang'uzib etmadimi? Buningga mayli. Uzun o'tmay kuch to'plab kelgan Alovud davla Hirotni qamal qilib olganda, oti bo'lgan bu zot uningga yordam qo'lini sunmadi. Yo'q. Yordam tugul, Alovud davla Hirotni ishg'ol qilib olgandan keyin Abdulatifning ko'nglini o'stirgan bo'lib, Balxni uningga berdi-da, o'zi shu shon shavkati, nomi obro'yi bilan Mavar unnariga tiqilib oldi. Onun arzimas Balxni berib, go'zal poytaxtni jon-jigar farzandi Abdulazizning ixtiyoriga topshirdi. Shahzoda bo'lib o'tgan nizoh va ko'ngilsizlikni eslagan siri, tomorlarda qini urg'ib o'rnidan turib ketdi. O kechidan beri shu xiyollar bilan o'zini tinimsiz qamchilaydi. Ko'ngliga pukkan hamma o'chmanlik, hamma adovatni eslashga tirishadi. O shunday qilmasa, ko'nglida allaqandoq gumonlar paydo bo'lishga boshlaydi. Bu gumonlar ko'nglining bir burchagida mugdab yotgan astiliklarni qo'zg'ab, pushaymonga aylanishdan qo'rqadi. Pak ata deyilgan bu zot uningga biror yaxshilik qilmadi. Aksicha, uning shon shavkatiga, donqi shuhratiga va sarkardalik salohiyatiga nuqson yetkazdi. Xolos. Oxirgi uchrashishda bo'lsa, shukr qilib uningga qutlug' tilash o'rnida yomonlikdan bishorat berdi. O'z otasiga qilish ketirgan bola abadil abad barakat topmas dedi. Onun qilish ketirganligini bu bitavpiq ata nadim bildi. Bu sirni onunga kim oshkorladi? Bugun kecha yuz bergan bu voqeani ata Samarqand ahli anglasa nima deydi? Bu munofiq Said Abbos bilan qora niyat Amir Jandarga ishonganligi bo'larmi? Baya Amir Jandar nima uchun ko'zini qisib yechib qo'ydi? Shahzoda to'satdan ko'nglida kechgan qo'rqinch gumondan gangirab turgan yerida hangliqib turib qoldi. Bu qonxo'r Amirning hijishi sababsiz emas. Onun soğuk çırayda, qısıq gözlərində, qalin durdayğan qalpıqlarında bir yamanlıqның ifadəsi var idi. O güya, həmmə sırıngdan xəbərdarman, əmdə qolumda bir oyuncuq bulusan, degəndə qılıbatımdı nima? Toxtabdı. Bu sirni kimlər bildi? Said Abbas, Amir Jandar, 3-4 nöker ve yine kimler? Dervaqa, Hoca Muhammed Xisravmi bor. Lekin Hocani qo'rqitib qo'yishlik kifoya.
60'dan aşqan taqvodor chol tilini yig'ib jim bo'lur. Biroq qolganlarchi Şahzadə birdinla xiyaliga kelgan fikirdən özü cho'chib, taxt atrofini bir aylanib chiqdi. Lekin o'z irodasiga xilof holda ko'nglida paydo bo'lgan yomon niyat borgan sari kuchayib, qat'iy qarorga aylandi. Kecha yuz bergan voqeani maxfiy tutishning birdan-bir chorasi shuki, bu voqeaning shohidi bo'lgan va Mirza Ulug'bekni qatl qilishga qatnashganlarning hammasining kallasi ilinish, hammasi izdiraksiz yo'qolishi lozim. Bu ishni avval Emir Sulton Jandarga topshirish kerak. Keyin onun o'zini yo'qotish lozim. Shahzoda shabdaslik bilan berib eshikni ochdi. Qaysing ba? Kursida tugilib uxlab qolgan baliqliq Sarayman aldirab tinib o'rnidan turib ta'zim qildi. Kechirgaylar, ko'zim uyquga. Emir Sulton Jandar Tarxonga chaparman avat. Darhol yetib kelsin. Sarayman beshini tuvan soldi. Shah halileri icazet bersiniz. Namaz bomdatını okulasam. Tan etipti de yüzüngü şükür. Perverdigarı alem. Mirza Abdülatif binikşip kalk başlığın işitti. Hizmetkarığı eğit, taharet suyu keltirsin. Şahzade mehbi öyge girdi ve mermer evrez yinida so'ngzuyib o'ltirib taharet aldı. Andın xuddi urush vaqtlaridagidek zarbab to'nini qibla tarafdagi bulunga silib sajdaga bosh qo'ydi. Namozdan keyin ko'zlarini yumib va xiyolan Tangriga iltijo qilib, panoh, himoyat tilab uzoq o'ltirdi. Nihoyat ko'ngli sal aram tepib, o'rnidan emdili qo'zg'alishi bilan qo'shni uyda ikki kishining tapur edishayotganligi anglandi. Mirza Abdulatif zarbab to'nini yig'ishtirib, darhol o'rnidan turdi. Dal shu paytda eshik taraqlab ichilib, bo'sug'ida Shahzoda Abdulaziz paydo bo'ldi. Yalang'ochtoq, yalang oyoq, tizig'i tushgan ko'k shoyi ko'ngligining yoqsi kindigiga yirtilgan Abdulaziz qo'rqinch va g'azabdan aloq-jaloq bo'lib ketgan ko'zlarini Abdulatifga tikkanicha eshikdan kirgan yerda to'xtadi. Uning yengi titrab sangilab, tishlari bir-biriga tegmay jaqildaydi. Dir titragan ojiz qoqsumak tini, yenib to'lgan ko'zlari shundoq vahimalik va shundoq ichinishli ediki, Mirza Abdulatif qilichini mahkam tutqunicha ixtiyorsiz holda keyniga ochdi. Ya Rabbi, o nima bo'lganda? Aqlidan ezib talva bo'lib qoldimi? Zindondan qandoq chiqib olganda bu talva? Bu yerga qandoq kirgandi? Kim kirgizdi uni? Abdulaziz dir titragan qo'li bilan tüklik meydisini silg'inicha bir qadam oldiga mangdi va titraganicha: "Atamni nima qilding?" dedi. Sen qatil. O anlattı. Nereden anlagandi? Kim aytgandi uningga? Abdulatif qilichini qindan sug'urib olib, ovozining boricha: "Kim bor? Sarayvan?" deb varqiradi. Öz atısıga tık yütegen sendek rezil qanxo'rni nechuk yer yutmusun? Nechuk asman o'rilib beshingga tushmusun? Abdulazizning taqir beshi uyan buyan chayqalib, ko'zlari g'alita chekchib Abdulatifga yaqinlashdi. Abdulatif tamg'iylangan beti qilichini ko'tardi. Biroq Abdulaziz to'xtab qolmay,
İnekleri titrep, dişleri koçurlap, yıkıllap geldi. Mehriban atam, nime kıldın onu? Nime kıldın? Mel'un, ata katili. Abdülaziz'nin gözlerinden taramlap akkan yaş damçıları qarayıp ketken solğun yüzünü yuyup, çigiş bulup ketken sakalıga kuyulatdı. Heli çift taşlayman çepip, dep oyladı Mirza Abdüllatif korkunç aralaş bir cüret bilen. O keynigide açıp etip, işikde peyda boğan beliqliq sarayman bilen yasavul beşini görüp, avazının barıcı var kırdı. Tut, bu telvini tutunla. Baya Şahzade Abdülaziz bilen ilişkanda Mehmel tonunun yakısı para bulup ketken sarayman bilen yasavul beşi yügürüp gelip Abdülaziz'e esildi. Abdülaziz ulanın kuludan boşanışqa urunup tipirlagaç. Hazır, el-hazır, sendek ata katilidin, dedi hırkırap. Barıcı evliyalar ve enbiyalar hakkında kasemiyet kılımın ki kallanı elip putundan darga asımen, men asmısam. İnşallah Allah'ın kahriga uçuraysan. Yer yutudu seni, yer. Elip çık bu telvini. Bulmasa heli çift taşlayman. Çap. Öz atağını çapkan katil menimi çap. Gazap ve elemdin gözleri kangıt olgan Abdülaziz can açıkıda işki esildi. Lekin beliqliq zengi yasavul onu bir yulquşida işikten boştup söğürgen peti elip çıkıp gitti. Şahzadenin yığı aralaş boğuq avazı qoşun öydün xırıldap iştildi. Mel'un, ata katili, ervahla qəhrig uçurğaysan, yer yutudu sende qara niyetini, yer yutudu. Mirza Abdüllatif çoğuda kızıq pişanısını altın taxtının muzdek yölençkiga koydu. Estağfurullah. Aqlidan azgan bu telva qandaq bilgendi. Onunla kim eytdi? Qaysı tüşükten tarqaldı bu şum haber? Onu zindanda yatqan bu telviga yetkizgen azazul bütkül paytaxtga, bütkül mavara unda her gün pur kettirib etmesmi? Bu mel'un raqiblarning raqobat ve adavetlerinden özün asragaysan. Bednamdan özün hali qılgaysan. Ey Xudavandi Kerim, bütkül saray kazzab, qarniyeçiler bilen toldu. Her kademde münafık, fasıklar sayısı. Kimgi işeme, kimgi tayanmak gerek. Bu bir vapa dünyada. Şahzade çoğudek kızık pişanısını altın tahtının soğuk yülençkiga tirep uzak oldu. O gözlerini yumup teşviş, korkunç içinde istihbar etti. Tanrı'ya iltica kılattı. Hiyalen yelinip yalvarattı. Lekin Şahzade Abdülaziz'nin mel'un atı katili, İnşallah Xudanın qəhriga uçurğaysan, yer yutudu seni, yer degan xırqaraq avazı qulog'idan neri ketmeydi. Mirza Abdüllatif ayağı tivişini anlap zorga beşini götürdü. Qaşıda Emir Sultan Candar durattı. Şahzade onun teşvişlik gözlerini, nima üçündür g'alati hichaygan dorday kalpuklarını kördü de yaqsıdan tutup silkiledi. Senin qabih qilmishlaring bütkül paytaxtga, bütkül mavara unlarga pur ketdi. Kimden çıktı bu şum haber? Kim tarqatdı onu? Emir Sultan Candar'ның çırayı unut beşini çayqadı. Mehriban şefqatçi, ölüşkü razımen ki, Velakin bunundan haberin yok, şundak mı? Ol diyanetsiz şahını sen katil kıldın yo,
Betnam manga çaplandı. Vay laneti iblis. Emir Candar qattiq bir nefes aldı. Sözümde birer yalgan bolsa, töpemde haq taala turuptu şahzade. Yo'qol ko'zimdan iblis. Mirza Abdulatif yüzünü pürüştürüp Emir'nin kökrikiga bir musht urdi. Emir Candar arkasıga sentürilip berip tamıga yölenip kaldı. Mirza Abdulatif kolunu arkasıga kılıp keng öynü bir aylanıp çıktı. O taxtning yenidan o'tib ketib etib, tamga tartilgan havorang ipek perdening bo'g'chiqini silkib tortdi. Perda ichilib, derazadan yerga ozroq nur tushdi-da, uyning havorang turisi, tomlardagi nozik bo'yoqlar, tubidagi oltin qandil val yenib chaqnab ketdi. Yerga silingan gilinlar qizg'uch tavlanib ko'zni qamashtirdi. Mirza Abdulatif ixtiyorsiz holda to'xtab, derazadan ko'ringan ko'k osmonda mo'llaq etib ushgan bir jup kaptarga tikilib qoldi. Shunisi qiziqki, dard alam bilan to'lgan bu olamda shundoq tiniq osmon, shundoq mo'jizkor kaptarlar, shundoq nurani quyosh bo'ladi ekan, ha? Mirza Abdulatifning ko'nglida hasadga o'xshash bir tuyg'u paydo bo'ldi. Lekin buningda turgan Amir ko'ziga chaliqdi. Da yumshagan bag'ri yana qotdi. Amir Candar garchi beshini sangiltib turgan bo'lsa-mu, uning turqida qandoqdir qattiq g'azablangan odamlarda bo'ladigan bir xil g'urur bor edi. İşengen tığım yalğız şu Ömer, ihtiyat qilish kerak. Şahzade bayıq elbasını yenib, "Xo'sh, Ömerim, so'zlang", dedi sizlab. "Qandoq bo'ldi?" Amir Candar qapqini ochmay, "Debni qildik", dedi. "Birer bandi ko'rib qolmasin deb, madrasa saynasining bir bulungaga ko'mdirdim, panohdorim. Murasimda kimler var idi? Kimler? Said Abbas bilen 4 nöker. Mirza Abdulatif shalang burutini silab, Amir Candarga sinash nazari bilan tikilib qaradi. O bir daqiqa ikkilanib turgandan keyin asta minib Amir Candarning yeniga bordi. "Sözümge quloq solg'aysiz, Amir Candar. Kimiki?" Şahzade qatil deyishga tili barmay, muvofiq so'z izlab qo'shimini turdi. Kimiki bu ishning ustida turgan bo'lsa, hammasining kallasi ilinish kerak. Amir Candarning burt soqollari dingiyib, ko'zlarida xoduksirish alomati ko'rildi. Hammasining kallasi ilinish kerak. Qo'rqmang, sizni emas, boshqalarni da'vatimam. Siz mening eng ishonchli emirim, ishongan tig'im, o'ng qo'limdirsiz. Shu sababdan bu ishni sizga topshiraman. Nimishqa undamaysiz? Boshqa chora yo'q, Amir. Chunki bu hodisadan bir kim xabar topsa, her ikkimizla betnamga qolamiz. Ulug' shohim, Dahri shohni qatl qilgan siz emas, Said Abbas. O o'z otasi uchun intiqom elish niyatida bu ishni qilgan. Bas, bizmi uni qatl qilishimiz kerak. Said Abbas qayerda? Shohimga bosh egish niyatida darvozaga bosh qo'yib o'ltiribdi. Derhal zindana tashlag'aysiz. Sheriklarga qo'shib, bugunla Şahzade kallasını al degan ma'nida aloqaning qirini kikirtikiga surkidi. Bugunla anladingizmi? Amir Candarning o'ngi uchib boshlanishdi.
Tacidarımның əmri vacibdir. Belli əmrim. Paytaxtda qandaq gep söz, nima xəbərlər ba? Hər günü yetkizib turğaysız. Kalamım ayanmı? Ayan, panahdarım. Əmir Candar beşini götürüp Şahzadığa qaradı. Beni bayıqıdık, Galidi yiyip koydu. Paytaxtda qandaq gep söz, nemi xəbərlərinin barlığını Şeyh Nizamiddin Xamuş Həzretlərindən sormaq gerek. Çünkü ol təvərrük zatının murtları anlamaydıgan gep söz, kirmeydigan tüşk yoktur. Mirza Abdüllatif maqul degan ma'noda başlanıştı. Şahzada Abdullah bilan Mirza Abu Said'den ihtiyat qılğaysız. Putqollarını kişenlep zindanga taşladık Şahim, dedi Emir Candar. Saravenge eğitim kirsun. Bu onun sen kitiver deginiydi. Emir Candar qol qo'yishtirgunicha keyin ichimen chiqib ketdi. Arqidilla bo'sug'ida Sarayvan paydo bo'ldi. Ol Telvi Şahzada, nimishqa onun salomxonaga kirishiga ijozat berdim? Baliqliq nigir süpes Sarayvan kimxob to'nining yirtilgan yoqasini ko'rsatdi. Ya panahdarım. Yasavullah qayerda? Yasavullah qayerdeydi? Yasavullah Şahzadenin yolunu tutuşup etnalmaydı oğlum Şahim. Bakavullah'a eğit. Taam ve şarap keltirsin. Sarayvan qol qo'yishtirgunicha Salom xondan chiqib ketdi. Telvi Şahzadening so'zlarini bumi angladı. Yasavul beshimi angladı. Bularni uçukturib etish kerak. Mirza Abdullatif ko'nglidan kechgan bu mudhish fikrdan o'zimi cho'chigandek bo'lib, kursiga lassida o'ltirdi. Qadrli kitap anglag'uchilar, Ulug'bek g'azinasi 2-qism 3-mavzu mush yerda tugadi. Rahmat.